Konditsioner ishlayapti aka-ukalar. Mashina shunaqa muzlayapti, turbalar. Lekin hech tasavvur qilganmisizlar mashinani ichida qush in qurganini. Albatta bu hozir aka-ukalar ko'ryapsizlarmi, salon filtrida. Вообще bardagi chiqib ketgan. Ba'zi bir salon filtr, ba'zi bir holatda konditsioner zapravka qilayotganda konditsionerga kelishyapti, freonga kelishyapti-da, aka konditsionerim muzlamayapti deb tekshirsak, konditsionerda freon bor. Lekin aslida ba'zi bir holatda ko'p bo'lyapti. Salon filtr ancha musor bo'lib ketgan. Aka-ukalar, bizada hamma narsa halol, chestni, iloji boricha ochiq oydin qilamiz. Masalan, keldimi, salon filtr tekshiramiz, mashinani apparatini, konditsioner apparatini tekshiramiz. Yaxshi ishlayaptimi, ishlamayaptimi, utechka bormi, yo'qmi tekshirib, ana undan keyin freon uriladi. Ko'ryapsizlar, mana bu holatda yurish mumkin emas. Men sizlarga maslahat beraman, konditsioner zo'r freon qo'ysanglar ham bundan havo o'tmaydi. Buni ko'ryapsizlar. Voy bu